Qani bismillah. Texnika ishqibozlari uchun MTZ 892 sotiladi. Xo'p do'stlar, akamiz buni manzilini tashamabdilar. Traktor holati, ko'rinishi, motorlar haqida ma'lumot beribdi. Xo'p, 2023-yilda ishlab chiqarilgan turbina motor 3 korpusli pulligi bilan berib yuboriladi. Narxini oxirida aytaman. Balonlarni ko'rib turibsiz. Deyarli 99% yepingi holatda 2023-yil. Hozir probeklarni ham aytib o'taman. Bu holatda ko'rinishi. Xo'p do'stlar, keyingi holatda kelgan motor, korobka, zadniy most idealniy holatda, shunday qorda oppoqqina bo'lib turishlarigacha akamiz tashlab bergan. Mana bu holatni ham bitta ko'rib o'tib ketinglar o'zi ham. Idealniy holatdagi traktorcha Belarus desa ham bo'ladi. Hozir sizga men yurgan motorchasini aytaman. Albatta buning uchun bir donigina like bosib qo'ying. 1579 motorchasi yurgan. Xo'p do'stlar, narxini akamiz 330 million so'rayotgan ekanlar. Albatta savdoga admin javobgar emas. Bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. 3109 telefon raqami qoldirdik. Biz esa davom etamiz. Jigarlar, Belarus 892 ni ko'rdik. Endi yana bittasini ko'rsatib o'tib ketay. 892 2023-yilda ishlab chiqarilgan, bir tomchi hech qayerda muammosi yo'q. Qo'l motorchas, bir tomchi qo'l motorchas, xolos bunisini o'zingiz tushunib olasiz. 2223 ga motorchasi. Oladiganlar telefon orqali kelishamiz dedilar. Buni hamma ma'lumotlar bilan men Telegram kanalimga chiqazib qo'ydim. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, shunday o'tib Telegram kanalimizga obuna bo'lsangiz, o'sha yerdan topasiz. Narxini 27900 dollar deb baholabdi akamiz. Ha do'stlar, ko'pchilik so'rashi mumkin, Telegram kanalni qayerdan topsak bo'ladi deb. Akalar, Telegram kanal, YouTube kanal biyosida turibdi. Bemalol o'tib obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol o'tib olishingiz mumkin. 2223 motorchas mana bu holatda ko'rinishi. Do'stlar, agar mabodo Telegram kanalini topa olmayotgan bo'lsangiz, men hech kimga olsangiz o'zim topib beraman. Savdoga admin javobgar emas. Biz esa yangi texnikani ko'rishga davom etamiz. Jigarlar, albatta siz Texnika bozorim kanaldasiz. Kimgadir shunaqa reklama xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Video boshida ko'rdingiz qayerga murojaat qilishni. Xo'p do'stlar, biz video boshidan e'tiboringizga idealniy holatdagi traktorlarni ko'rsatyapman. Bu traktorimiz aylanma pluglari bilan Belarus 15 ga 2. Alhamdulillah. Xo'p do'stlar, 2018-yilda ishlab chiqarilgan traktor sotiladi deb akamiz qoldiribdi. Ishlagan soati 8000 motorchas deb akamiz yozmoqchi bo'lganda, realniy ko'rsalar 7400 motorchas ekan. 8 qo'yib, keyin yo'q 7400 motorchas, sostaniyasi zo'r deb qoldiribdi. Albatta bunisini to'g'ri tushunasiz. Qolgan ma'lumotlar telefon orqali beriladi. Telefon raqamlarigacha qoldirgan. Men deyarli hamma ma'lumotni Telegram kanaliga shunday chiqaring. Telegram kanalidan barcha ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Shunchaki narxini bu yerda tanishtirib o'tib ketay. 19900 dollar deb narxini qoldirib do'stlar. Savdoga admin javobgar emas. Tushungan izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Biz esa eng saralarini ko'rish uchun hali davom etamiz. Qani ketdik. Do'stlar, albatta video manzur bo'layotgan bo'lsa, oxirigacha ko'ring va o'z fikringizni izohlarda shunday qoldirib keting. Yana qanaqa texnikalar chiqaraylik. Bu texnikamiz 1523 Belarus. Xo'p, akamiz sotiladi deb qoldiribdi. Hamma joyi soz holatda ishlab turgan texnika, pulligi va chizili bor. Narxi общий komplekt 220 million deyapman. Kami bor. Qolgan ma'lumotlar telefon raqami orqali 44-45 telefon raqamlarini qoldiribdi akamiz. Narxini 220 million so'm so'rayotgan ekan. Do'stlar, to'g'riroq bu traktor haqida ma'lumot berishdan oldin albatta bir donigina like bosishingizni so'rayman, chunki bu bir dona emas, minglab like arziydi, chunki balonlari, motor, korobka, zadniy mostlar ideal holatda turibdi. Pulligi va chizili ham ichiga qo'shib beriladi, faqat savdosi bitsa deb takamiz. Bemalol aloqaga chiqib gaplashib olishingiz mumkin. Savdoga admin javobgar emas. Biz esa davom etamiz. Videolarni albatta eng oxirigacha ko'ring. Oxirida saralarini ham ko'rsatib o'tib ketaman do'stlar. Video manzur bo'layotgan bo'lsa, albatta fikrlarni izohlarda qoldiring. Biz esa davom etamiz. Belarus 1523. Yana bitta yengisi sarasidan ko'rsatib o'tib ketay. Albatta bizning Texnika bozorim kanali va Traktor savdo kanali obunachilar uchun alohida bitta videochi bo'lyapti o'zi ham. Narxini ham boshida aytib o'tib ketay, shu obunachilarimiz uchun 260 millionlik Belarus 1523 2018-yilda ishlab chiqarilgan motor, gilza, portion qilingani hammasi soz holatda shunday tayyor turibdi. Hech qayeri ochilmagan, qolgan joylari ochilmagan, bu yoq gilza portion qilingan, qolgan joylari ochilmagan. 4 ta balonni aytmasa ham bo'ladi, yengi bosilgan. 94 koddan 916 34 35 telefon raqami agar shunday qoldiraman, xohlaganingizga aloqaga chiqib ma'lumot olib, kelib ko'rib, xohlagan ustasini olib olish mumkin. Pullik kerak narsalari ham bor. Agar realniy oladiganlar bo'lsa, xullas kelishtirib beraman deb. Do'stlar, savdoga admin javobgar emas. Buni narxi 260 million. Biz esa
davom etamiz. Xullas do'stlar, bugun belaruslarni to'lqa narxlar bilan tanishib chiqamiz. Agar video ma'zur bo'layotgan bo'lsa, shunday izohlarda aka ishingizga omad deb yozib keting. Bundan-da sara videolarni chiqarishga albatta siz uchun harakat qilaman. Qanaqa texnikalar reklama qilaylik? Buni ham izohlarda shundaygina yozib ketinglar. Belarus 1523 traktor, bu ham 2018-yilda ishlab chiqarilgan. 6000 turizm motorchasi yurgan, soz holatda, balonlari yengil holatda, motor, korobka, zadniy mos hammasi ideal holatda turibdi. Hech qayerga kulish tegmagan. Mana balonlarni ham ko'rishingiz mumkin do'stlar. Akamiz narxini 220 million so'm tashlab, nomerlarigacha tashlagan ekan. Men mana shu ekran yuziga qoldirgan ma'lumotlarni shunday ekran yuziga yozib qo'ydim-da do'stlar. Qolgan ma'lumotlarni Telegram kanaliga shunday chiqazib qo'ydim. Nomer, manzil hammasini Telegram kanalimizdan topishingiz mumkin do'stlar. Albatta bizning Telegram kanal manzili YouTube kanal biyosida shunday o'tib olib Telegram kanaliga reaksiyangizni bosib, bundan da sara videolarni ko'rishingiz mumkin. Biz esa davom etamiz. Doimgidek savdoga admin javobgar emas. Akalar, albatta har bir fikr men uchun alohida ahamiyatga ega. Akalarimiz ekskavatorni so'rashibdi. Mana sizlarga $47,000 ekskavator. U yer bu yer mana bunday chirigan joyga e'tibor bermaysiz. Muhimi motor ideal holatda deb akamiz qoldiribdi. Bu haqida bitta ma'lumot berib o'tib ketaylik. Xo'p, ekskavator Hesmek H230 Gusinisa 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Uzr do'stlar, birozgina til kelishmayapti. Albatta izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Bu Hesmek deb o'qiladimi, Xmek deb o'qiladimi bilmadim. Endi bu yo'g'ini albatta izohlarda qoldirib ketasiz. Endi negativ yozgandan ko'ra shunchaki yozib ketasizlar degan umiddaman. 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Dizel ot kuchi 170, telda qolgan ma'lumotlar beriladi. 9942 45 45 narxini $47,000 deb akamiz baholabdi. Kimgadir qiziq bo'lib ma'lumotlar, qolgan ma'lumotlar kerak bo'lsa Telegram kanalida, ma'lumot kerak emas, telefon raqam kerak desa 45 45 qoldirib qo'ydik. Savdoga admin javobgar emas. Biz esa bundan sarlarni ko'rish uchun davom etamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum akalar, sifatli Grader 180 bor, holati yaxshi, 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Motor, korobka butun ochilmagan, narxini $34,000 qilib beraman deb akamiz shundaygina yozib tashladilar do'stlar. Buni endi ko'rib chiqinglar bittagina. Xo'p, Grader 180 ekan. Xmek kompaniyasiga tegishli menimcha, Hesmek, Xmek shunaqa, endi qanaqa o'qilishini yozib ketasiz. Do'stlar, $34,000 deb qoldiribdi. Buni nimaligini bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi. Izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Bu haqida aka ma'lumotlarni berib keting deb ba'zi birlar yozishi mumkin. Akalar, buni ma'lumotlar juda ham ko'pligi sababli shundaygina Telegram kanaliga chiqazib qo'ydim. Albatta Telegram kanaliga o'tib obuna bo'lib qo'ying. Bundan-da sara texnikalarni ko'rib chiqasiz albatta. Do'stlar, telefon raqam, nomer hammasi manzil Telegram kanalida. Biz esa sizlar uchun albatta eng sarlarni ko'rsatish uchun davom etamiz. Karoch jigarlar, montaj, shantaj bunaqa narsalarni bilmayman. Shunday keldimi texnika shundayligicha videocha qilib albatta e'tiboringizga chiqaraman. Buni to'g'ri tushunasizlar. Ba'zi bir endi kanallar montaj qilib, chiroyli qilib chiqarish mumkin. U narsa qo'limdan kelmaydi. Izohlarda qoldirib keting. Video ma'zur bo'layotgan bo'lsa, ma'zur bo'lyapti keting. Boricha ko'rsatib o'tib ketaman. Pakurchik 936Z 1.2 kubalik narxi $14,000. Pakurchik 0.5 kubalik, 1.2 kubalik, 1 kublik, 1.5 kublik bor. Sifatli va ishonchli. 1 yil garantiyasi bor, nalichida bor debdi. Akamizda 1 emas, 2 emas, 3 emas, 4 emas, 5 emas, 10 emas, yuzlab bunaqa texnikalardan bor ekan do'stlar. Nalichida bor, garantiyasi bor, 1 kubalik, 0.5 kubalik, xullas hammasidan bor ekan akamizda. Telefon raqam qoldirmadik. Kimgadir ma'qul bo'ladigan bo'lsa, kimgadir ma'lumot kerakadigan bo'lsa, shunday Telegram kanalimizga o'tib olsangiz, ana shu texnikani ko'rishingiz mumkin. Agar Telegram kanalimizda mabodo topa olmasangiz, albatta meni o'zimni lichkamga yozsangiz ham topib beraman do'stlar. Tushunda biz esa sizlar uchun do'stlar yangi texnikalarni ko'rsatishga oshiqamiz. Xo'p, jigarlar, Pakurchik ekskavator Xmek, Hesmek, Xmek shunisini to'g'risi o'zim ham farqlamadim. Izohlarda qoldirib keting. Bu Xmekmi, Hesmekmi? 3025 yurib turgan texnika. Yana qaytaraman. Pakurchik ekskavator Xmek 3025 yurib turgan texnika. Motor apparatlari yep-yangi qilingan. 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Narxini 150 million deyapman. Albatta kam bor realni oluvchilar bo'lsa, aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Mana Pakurchikni o'sha ekskavator tarafi old Pakurchik, orqa ekskavator. Bunaqalar menimcha qo'ldan tayyorlangan bo'lsa kerak. Akamiz realni oladiganlarga kelishtirib ham beraman debdilar. Xo'p, jigarlar, bu haqda ma'lumotlar, telefon raqam albatta Telegram kanalda.
Albatta bizni kuzatishda davom eting, videolarni oxirigacha ko'ring. Saralarni albatta oxirida ko'rsataman. Biz esa sizlar uchun davom etamiz. Videoga o'z fikringizni qoldirib, like va podpisatsiya tugmasini bang'illatib tashinglar. Qani ketdik. Leugong 9 metrlik 2004-yilda ishlab chiqarilgan отбойный molotogi ham bor, qo'shib beriladi. Holati soz holatda. Qo'shimcha ma'lumotlarga telefon raqami qoldiramiz. Motor deysizmi, korobka deysizmi? Короче, endi bunda balon bo'lmaydi-yu, holati idealniy deb akamiz qoldiribdi. Xo'p, ma'lumotlarni ko'pini chiqara olmaymiz do'stlar. Bu yerga endi ekran yuziga to'ldirib tashlay olmaymiz. Kerakli ma'lumotni yozamiz. Narxi do'stlar $21,000 kelishtiramiz albatta. $20,000 ga savdo bitadi desa ham bo'ladi. Realniy oluvchilar bo'lsa 97 kod bilan 390 94 44, 93 kod bilan 282 66 46 telefon raqamlarini qoldirgan akamiz. Bemalol aloqaga chiqib kelishib olishingiz mumkin. Izohlarda o'z fikringizni qoldirgan holda biz davom etamiz do'stlar. Aytgancha shu yerda bir narsani aytib o'tib ketay. Savdoga doimgidek admin javobgar emas do'stlar. Qani ketdik. Xo'p do'stlar, ekskavator so'rab ko'pchilik izohlarda yozgan ekan. E'tiboringlarni albatta inobatga olgan holda ekskavator qaysdan ham bitta ko'rsatib o'tib ketay. Qaysmi bunisini ham izohlarda yozib ketasiz do'stlar. 2004-yilda ishlab chiqarilgan 170 marka. Kamchiligi umuman yo'q. Yarimtaga yuradi. Shunday yarim kalitga shunday zavod bo'ladi. So'qqani bosaverasizlar. Baquvvat holatda ishlab chiqarilgan. Telefon nomerlari 88 kod bilan 082 5111 93 kod bilan 133 32 oltmish telefon raqamlari va texnikani KS ekskavator 2004-yilda ishlab chiqarilgan 170 marka narxini $17,500 deb akamiz so'rab baholayotgan ekanlar. Albatta olmoqchi bo'lganlar bemalol telefon raqamlariga 32 oltmish va 5111 nomerlariga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Qarashli do'stlar, savdoga doimgidek ta'kidlaymiz, admin javobgar emas. Bu yoq albatta o'zingizga havola. Biz esa eng sara texnikalarni ko'rsatish uchun davom etamiz. Belarus 1025 ga 2019-yilda ishlab chiqarilgan, 7000 soat ishlagan, motor chas 7000, zadniy most, korobka ochilmagan, soz holatda, idealniy holatda desa ham bo'ladi. Motorlari bir marta gilza pojin qilingan, 4 ta balon yep-yangi qo'yilgan, shunday 99% desa ham bo'ladi. Narxini akamiz 245 million so'm deb baholabdilar va telefon raqami qoldirgan 95 kod bilan 543, ekran yuzida ko'rib turganingiz 294. Do'stlar, bu haqda bizda bor ma'lumot shu demaymiz, ma'lumot ko'p. Telegram kanalimizga chiqazib qo'yganmiz. Ammo bu yerga nomerni ham qoldirib ketdik. Albatta bemalol qo'rqmasdan aloqaga chiqib ma'lumot olishingiz mumkin. Bekorga bezovta qilmanglar iltimos. Shunchaki oladiganlar realniy telefon qilsanglar bo'ladi. Bunga keladigan bo'lsak, doim ta'kidlaganimizdek savdoga admin javobgar emas. Videoni shu yergacha tomosha qilib kelgan bo'lsangiz, izohlarda o'z fikringizni qoldiring.